Turening o'zidan to'p maydonni tark etganini. Endi esa Avstraliyadan 27-daqiqada javob hujumi. Mana zarba yo'llash mumkin. Qo'llarga tekka ulgurdi. Yana hujum. Avstraliyaning hujumi. Gol! Mana sizga Avstraliya, mana sizga ularning qarshi hujumlari va mana Xoqondan zarba. Biz o'zbekistonlik muxlislar Avstraliyani ko'plab jahon chempionatlari saralashlarida ko'rganmiz, jamoa bilan tanishmiz, mag'lubiyatlarimiz asosan bu